Chika. Hey, ma ballani qaramdi. Taq qo'yaymi-ya? Tarbiya qilib qo'yib berib. Ay, bu Allah otaniz boshqaramagan ballani menga aylab oldi. Kelgusida onu bulgan qizlarga bu. Hey, nima kut borda bu jon kichikkina antirib butun badan. Hey. Jo'da manich bol. Ko'y. Majo. Yerib qo'y. Bak, ben geldim. Bu nima ish qilyapsan sen? Kim bil keldi menga? O'zim yog'och. Nereden uyinglar? Mana sen bir bir yog'och nima ish qilyapti bunda? Abi yog'och kelmadi shu bo'ljuma. Cho'nglar bilan kel yog'och kelma. Men ketaman balama. Hey, bu bolalarni atanızın da qarmaygan deyman. Bir ish qolsa yig'lab o'tagan. Hey. Voy bala suva. Baka. Voy, yüzüm çıkıp yaptınız bu. Benim kutuda bala. Bu hamda ta'tillik yosh o'smirlarga tahliliy harbiy mashq. O'smir balama şu. O'smir bolalarimiz o'quvchi bolalar. Burası harbiden çıktı bula. Qo'q kitmedi qo'y mükellef o'qish. Tahlilde tapanca da var. Ha, tahlili. O cın tapancası. Oho, ben de. Ha bu balalarni o'ynab o'zim mashq qilamda. Ya bu bolalarni mashq saldan javobgarlarimiz bor. Rasmiy harbiy xizmatdan qaytgan. Sud! Ya, çıt! Şangyo, çıt! Şarkı, çıt! Oy. Kaça, ben, kışı! Çallık ey. Bu şu jo'lalla. Harbiden qaytib kelgan. Ha, harbiy qaytgan. O joyda. O nimada jalliq bu balla ey. Yaşa, tokuy! Voy nimada yaramlıq balla bu neçə yaşındasın? 12. 12. Senço? 13. O senço? 14. 14, 12, 13, 14 yaş. Men kelin ha. Mana. Bu qanaqa mashq bu maktabda? Bu bolalarni harbiy tuzum bo'yicha mangdan mashq, butun harbiy mashq qildi. 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş. To'g'ri. Mushu balla agar harbiylik imtihon bersa 100% ekan qilsa. Ha, bu yerda asosan butun harbiy tuzum bo'yicha yotgan qatnashdan tortib, Ha. qatlarni yuvishgacha hammasini harbiy tuzum bo'yicha mangda. Yo'taqlar mishadi ba. Tahrim bor. Mishad yetib qo'pib. Endi buniki pichan 90 kasım alamiz ba? Olamiz. O joyda atallar mana bu dahshat yaxshidir. Kelgusida xalqqa yaramli qadam qilib cho'ng qilish uchun mashina bolalarni 12-13 yoshdan boshlab ta'tilda boshqa ish qilmasin. Yaxshi bo'lgan turlarga qatnashtirmadingizda mana Muyibillah Jo'lan sizlar uchun mulozimat bo'ldi. Yana sizlar ko'rgandek harbiylikdan qatgan javobgarlar o'zi bir qo'lliq bolalarni eng sifatli kalib cho'ng qildi. Agar bundaq harbiy qilmayman yoki bo'lmasa bundaq harbiy holatda mashg'ullantirmayman bolamni yengil tantarbiya turilsak, yana boshqa turlar bormi? Bizning boshqa tarbiya turlarimiz yerim harbiy tuzum bo'yicha mangda necha yildan beri tarbiyalayotgan turlarimizdan hamda boksyor, erkinchilishish, basketbol qatorli turlarimizda davomli o'qish qabul qilyapmiz. Tarbiya sariyining sharoit jihati bo'lsin, eng yaxshi holatda, mukammal asarlarimiz to'shq holatda. Necha kvadrat chiqdi? 3000 kvadratdan jo'g'ana. 3000 kvadrat. Yana ilqa bir oldin qatim diqqat qilishimcha mullaga tutgan. To'g'ri. Bolalar mullaq atalsa, bolalarning elastikiligi eshib, yana bir siliqa o'g'illarni bir xil o'g'ildek jasur cho'ngildi ekan-ku. Turpan diyardagi eng cho'ng tantarbiya turi kiralaydi deb qarayman, 3000 kvadrat. To'g'ri. Men ham maktab necha mo'ya maktabda? 100 mu?
Yüzmo bağda balalarınızda mana maşında yerim harbiy holatda, harbiy mashq holatda sog'lom cho'ng bo'ladi. Ta'tilda bolalar eng ahamiyatli ish qo'llarini desak, muyu billah javliyan bilan bir aloqalashsangiz bo'ladi. Harbiylikdan qaytgan o'lchamlik javobgarlar bir qo'liq balalaringizni naytim sog'lom ideyada, jushqun holatda xalqi yaramliqida adam tarbiyalab chiqadi qarindoshlar. Bir aloqalash nomerini qo'yaylik. Aloqa qilish numarim bo'lsa 181 60 23 9000. 181 60 23 9000. Barliq ota-onalarning mushu mazkur filmga yurak berib ko'plab taqdir uchun umid qilaman. Bolalarimizning sog'lom cho'ng bo'lishi bizniki cho'qim vaqtida diqqat qilishimiz qarindoshlar. Hammalarning ajoyib vaqti go'zal bo'lsin. Rahmat.